Ovsinjonlar, sizlar bilan birgalashib shu gulzorga gul ekmaymizmi? Qani ketdi endi bozorga borib gullarni olib kelamiz. Birinchi narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'tay. Birinchi ko'chat bozoriga o'tdim. Ayamlar pomidor ko'chat olib keling degandilar. 100 tub pomidor ko'chatni, kartoshka paleni 25 ming so'mga oldim va 5 ming so'mga bolgarskiy bilan baqlajon ko'chat ham oldim. Keyin gul tarafga o'tdim. Gul sotadigan qiz obunachim ekan. Obunachim bo'lganligi uchun sovg'asiga lola qo'shib berdilar. Ovsinjonlar o'tgan safar 1000 so'mdan degan gullarim oshib qopti. 2000 dan ekan. Anchagina ko'chat olib kelaman deb mo'ljallab pul olib ketdim, lekin kamroq keldi olib ketgan pulimga. Hammasidan har xil qilib 10 to'ntadan oldim. Yetganicha gulzorimizga ekamiz, agar yetmasa yana olib kelib ekamiz. Giloslarimiz gullab, bargini to'kkandan keyin hamma joyimiz oppoq qorga o'xshab gilosni bargi bo'lib yotibdi. Havo ham men o'ylagandek salqin bo'lib turibdi. Umuman quyosh yo'q. Sizlar yordamga kelmagandinglar Ovsinjonlar, o'g'lim yordamga kelib, menga yordam berishdi, oniga faqat xalaqit qildi. Orada urushib ham qoldi, ketmon talashib rosa yig'ladi. No, lekin aldab-suldab ko'chatlarimni olib berib turing o'g'lim deb ishga solib qo'ydim. Bu gullarni ekkanim sari hovlimiz yana ham chiroyli bo'lib, ko'zlarim quvnab ketyapti. Yaxshi ham olib kelib ekibman. Muncha Ovsin deb video qo'yordingiz. O'zimda Ovsinim bilan chiqisholmayman. Siz ham bu yoqda Ovsinjon deb video joylaysiz deb qizlar yozib qolishadi. Qizlarjonlar, men sizlarni yaxshi ko'rganligim uchun Ovsinjon deb gapirib video qo'yaman. Inshaalloh yaqinda meni Ovsinjonlarim millionga yetishini niyat qilib so'rab qolaman. Men Ovsinimni yaxshi ko'rganligim sabab sizlarni ham Ovsinim deyman. Yakkayu yagona Ovsinim bor. Lekin men ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsa 42 mingta Ovsinim bor. Bundan juda ham xursandman. Biz millionlarga yetishimiz uchun Ovsinjonlar, albatta sizlar ham menga Ovsin bo'linglar. Kommentariyaga Ovsinizman deb yozib ketinglar, juda ham xursand bo'laman. Videoni davomi qiziq bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying va kommentariyaga qiziq Ovsinjon deb yozib ketsanglar, gulzorimiz qanaqa yashnab ketganini keyingi videolarimda joylab boraman.